Lekin aka katta ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukron olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsin. Ana shunchalik bizni haqiqiy muxlislarimiz qayerda hovli? Baliqchida, Andijon baliqchida. Andijon baliqchida. Hammalar Andijondanmisizlar? Ye mashalloh. Vallayga shukr. Andijonda aka katta ekansiz. Kimlarga salom? Tanish-bilishlarga hammasiga salom. Ko'hon akam, Ibrohim akam hammasiga aka turganlar. Bolalarga salom, ko'rib turgan bolalarga. siz ham Andijondan-a? Siz ham. Tanishlarga hammasiga salom. Shu hamma parvozlarga. Bolalaringga shu shunchalik hurmat qilib kelibsizlar, Alloh sizlarni hurmatsin. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, Alloh taolo niyatlaringiz. Mana mabodo qaysilar yoqqan bo'lsa, gurruni uchirdingizmi? Uchirdim, zo'r. Zo'rmi? Rahmat, zo'r. Aldamabmanmi? Zo'r chiqdi. Mana qancha kilometr Andijondan? Ana hozir endi bular hozir endi kelishyapti, mana shu to'rovlari. Ha, to'g'rimi? Bitta o'rtag'iz bilan keldingiz, bitta zog' berdim, bitta gurri berdim. Gurruni kalsosi bor edi. Oyog'ida. Qancha kilometr? 90 kilometr. 90 km. Uchirdingiz, chiqib ketdimi gap? Aldamadimmi? Tushdimi qaytib? Tushdi. Boringizga shukr. Akalar, mana kamt kerak, agar shu bola mana necha kun, 5 kun bo'ldimi? O'sha 5 kun. 5 kun bo'ldi. 6 kun. Farg'on nimaga deb odamni tashlayman, kelaman dedingiz. Farg'ona. Kelavering dedim. O'shaning uchun men birovni oladigan bo'lsam, aka kaptaringiz zo'r bo'lsa, Luboy shaharga chiqaraman deyman. O'shaning uchun qo'lingizga o'sha dizamki aytdim, ikkitani xijolat olman deb. Mana bemalol kaptaxonaga kiringlar. Maslahat bo'lsa, bu yerda o'tiramiz, shogirdlar kelib qolsa, bemalol savol beryapsizlar. Xohlasanglar bu kaptaxonaga kiringlar. Xohlasanglar u kaptaxonaga kirsa, eshik bekitib olasizlar. Videolarni zomlab rahmat deb like yozavering.